bitta strategiyani aytaman, og'zaki aytaman, novichoklar uchun ham, prolar uchun ham aytaman. Ya'ni terminaldan qanaqa foydalanishingizni shu strategiyaga qarab bilib olsak ham bo'ladi. Men og'zaki aytaman, qani bu aytayotgan strategiyamni qo'shib ko'ringlar. Ya'ni qanaqa foydalanar ekansizlar, ko'ramiz. Xo'p, qaranglar, 3 ekranli sistemani aytganman. YouTube'da ham bu videoim bo'lishi kerak, qo'yganman, joylaganman. Qaranglar, birinchi ekranda H4 time frame qo'yamiz. Indikator EMA 26. EMA 26. Qizil yoki yashil qilinglar, xohlaganingiz. Bunda biza birinchi ekranda trendni aniqlab olishimiz kerak. Agar shu 26 dan indikatordan, EMAdan narx baland bo'lsa, demak trend tepaga ketyapti. Demak biza trend o'sishiga ishlashimiz kerak, faqat bayga. O'shani topinglar hozir. Demak, birinchi ekran H4 EMA 26, ya'ni narx indikatordan tepada bo'lsa, bo'ldi, o'sishiga signal qidiramiz. Endi ikkinchi ekranga o'tadigan bo'lsak, H1 indikator stoxastik, hech qanaqa nastroykasiga tegilmaydi. Agar tegib qo'ygan bo'lsanglar, просто sbrosi bor nastroykasida, o'sha aynan shu indikator o'zi sbros qilinglar va stoxastik indikatorni qo'yinglar. Endi qaranglar, bu yerda narxga qaramaysizlar-da, faqat indikatorga qaraysizlar. Indikatorda grafikasi bor va indikator o'zini grafikasida tepada 70, pastda 30 urovinglar bor. Endi shu indikator grafikasi 30 urovingga kelgandan keyin yoki tegib yoki o'tib ketgan bo'lsa, siz o'sha bayga signal qidiravering. Birinchi ekraningiz trend tepaga, zo'r. Ikkinchi ekran 30 ga tegdi. Unda yaxshi. Endi biz 3-ekranda aniq kirish joyini topib olishimiz kerak. Endi 3-ekranga M15 time frame M15 va MACD indikatorini qo'shamiz. Bunda ham hech narsa tegmasdan zbros qilamiz. Bitta добавить qiladigan joyimiz shu indikator ichida уровень 0 qilamiz va to'g'ri liniya qilamiz va qo'shamiz. 3-ekranda aniq kirish nuqtasini topishimiz kerak. Bunda bizaga 3-ekranda palichkalar bor. Palichkalarni har bittasi pastda yig'ilib turib, tepaga bitta o'tadi yoki tepada yig'ilib turib, pastga bitta o'tadi. Shu palichkalar pastda yurib turib, bitta palichka tepaga o'tib va o'sha time frame M15 time frame tepada yopilgandan keyin ana o'sha tochkadan bayga kirsa bo'ladi. Mana bu oddiy strategiya. Qani foydalanib ko'ringlarchi yoki rasmga olib yuboringlar, sizlarda qanaqa holatda. Bu kimlardir telefondan ham foydalansa bo'ladi. Telefonda ozgina qiyinroq, lekin kompyuterda 3 ekranni qilish juda oson. Qani foydalanib rasmga olib ko'ringlarchi, mana shu videoni kommentariyasiga gruppaga qani tashlab ko'ringlar, ko'ramiz kim qanaqa foydalanar ekan.